Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz Andijondamiz. Suxoy smes ishlab chiqarish biznesiga qiziqib yurganlar davomida sizlarga apparatlarni o'zlari yasab, olib borib, o'rnatib beradigan odamlar topib qo'ydim. O'zlari yasashar ekan qadrdonlar. Mana shu ko'rib turganimiz hozir Qirg'izistonga tayyorlab berishdi. Xudo xolasa mana shuni necha pulga tushganini va qancha daromad qilsa bo'lishini sizlarga ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, xush kelibsizlar. Buni tushuntirib o'tsangiz, endi bu sohada yuradigan odam bizdan yaxshi biladi. Faqat bilmaganlar uchun hamma ham bilmaydi-ku, to'g'rimi? Qanaqa holatda ishlaydi? Yaxshi sog'liqli aka. Bunimiz elak hisoblanadi. Xomashyoqda elakda aka. Ha, xomashyo kelib shu yerga tushadi. Ha, shunaqa. Shu yerga elanadi. Ha, shu shinagimiz orqali 1 tonnalik, 1,5 tonnalik mikserimizga tushadi. Ha, mikserimiz xomashyoni aralashtirib, asosiy ish mana shu yerda bo'ladi. Shu yerda bo'ladi. Ikkinchi shinagimiz orqali запасной bunkerimizga tushadi. Запасной bunkerimiz aka, upakovka qismi ham bo'ladi. Ha. Ya'ni bunga o'tgandan keyin bu faqat zapasnoy xolasa. Ha, zapasnoy bo'ladi. Bu yerda qoplasa bo'ladimi shunda? Bu yerda qoplaydi. 2 kishi ish qiladi aka bu yerda. Mana shu liniya uchun 2 kishi yetadimi? 2 kishi yetadi. Ikkinchi shinagimiz orqali zapasnoy bunkerga tushib bo'lgandan keyin ikkinchi anaqamiz boshlanaveradi aka. Ha, keyingisini yana zapar aka qilib bo'ladi. Uzluksiz liniyamiz davom etadi, ish qiladi. Gap yo'q. Shunaqa. Tushuntirgan bo'lsak, ya'ni bu yerda tayyorlab, bu yerda yana tayyorlab, zapasnoy bunkerga tushib bo'lgandan keyin uje bu yerdan yana bitta odam zaparovka qilib tursa bo'lar ekan. Ya'ni buni birinchi tayyorlab olib, tugatib olish shart emas. Uzluksiz ob'yomga ishlaydiganlar uchun zo'r imkoniyat. Misol uchun mana shuni 1 tonnali deb oladigan bo'lsak, har 40 minut 1 soatda siz 1 tonna mahsulot chiqarishingiz mumkin. Endi sotish o'zingizni ishingiz, sotish aynan bu biznesga kerakli odam bu tomonlarni hisobga olib qo'yganda, to'g'rimi? Shunaqa. Misol uchun bu Qirg'izistonga tayyorlab berilyapti. Ha, xudo xolasa. Tayyor holatda dastavkalari bilanmi yoki dastavkalar alohida bo'ladi? Yo'q, dastavkalar alohida bo'ladi. Alohida. Necha pulga tushyapti shu 1 tonnali Qirg'izistonga tayyorlab berilgan liniya? $6000 dollarga tushyapti. $6000 qilib berasizlar, ha? Shunaqa. Tushunarli? Ob'yomiga qarab. Ha, ob'yomiga qarab, ya'ni bu 1 tonnalik, 1,5 tonnalik 5 tonnagacha qilib bera olasiz. Shunaqa. Gap yo'q. Endi akalar, bunga endi qanaqa mahsulotlar ishlatiladi deganlarga marhamat sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Foydalariga keladigan bo'lsak, endi hozir hisob-kitob qilib ko'rdik. Kuniga o'rtacha $100, $150 bemalol foyda qilsa bo'ladi. Shunaqa. Foyda qilsa bo'ladi. Unda ham sotishga bog'liq, to'g'rimi? Sotishga bog'liq. Hamma narsa sotishga borib taqaladi. Buni keyin 24 soat 2 smenada ishlatsangiz ham bo'lar ekan. Sababi hamma yo'g'i full holatda, nima desanglar, yangi motor qo'ygan, yangi detal qo'ygan, yangi metal qo'ygan ishlataverasiz. Buni mana shu jigarini ezib ishlatish kerak bo'ldi. To'g'ri. Endi ko'rsatib o'tamiz. Aka, reduktor, motor hamma yo'g'imiz xudo xolasa Xitoy texnologiyalari asosida bo'ladi. Xitoydan keladi. Bular, ha? Mishalkalarimiz, mikserlarimiz, shu liniyalarimiz Xitoy texnologiyalari asosida bo'ladi. Metallarimiz ham ko'rib turibsiz aka, yangi holatda bo'ladi, xudo xolasa. Ha, ya'ni yangi metal ishlatasiz hamma narsa. Shunaqa aka, hamma yo'g'i yangida anaqa bo'ladi aka, xudo xolasa. Motor ham, reduktor ham hammasi yangini ishlatadi, ya'ni rabochiy emas. Shunaqa. Bu yerda hozir keyingi tayyorlanayotgan liniya, to'g'rimi? Ha, 1,5 tonnalik, 1 tonnalik mikserlarimiz bor, xuddi shu liniyaga o'xshagan. Bu yem chiqaradigan apparatimiz bu. Ha, nima qilib beradi? Yemda aylantirib beradi. Yemda aylantirib, tayyor qilib beradi. Ha, aralashtirib. Katta-katta fermasi borlar uchun ekanda. Shunaqa. Tushunarli. Manzil Andijon shahar qanday tushuntirsak bo'ladi bu yerda? Andijon shahar, Chermet ko'cha. Shu? Chermet ko'cha. Ya'ni bu yerda Uzovod bormidi? Ha, Uzovod. Uzovod yonida. Mabodo endi uzoq joydan kelmoqchi bo'lsanglar, lokatsiya tashlab berishadi, kelaverasizlar. Bundan tashqari Telegram nomerlarini ham yozib qo'yamiz. Telegramdan aloqaga chiqib, uzoq joyda bo'lsanglar, maslahatlashib, rasm orqali gaplashsanglar ham bo'ladi. Va bu liniyalarda hozir avtomatini ko'rsatib o'tdik-ku. Buni sizlar full avtomat ham yasab berasizlar. Shunaqa. Full avtomat. Ob'yomlarini o'zingizni, misol uchun, xohishingizga qarab, cho'ntagingizga qarab yasab berish imkoniyatlari bor. Aynan mana shu 1 tonnaligini $6000 atrofida sizlarga yasab berishadi.